Mana bizning klinikamiz ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifamizga juda ko'plab savol tushgan. Ulardan bittasi shuki, shoh parda transplantatsiyasi bilan shug'ullanasiz. Shoh pardaning og'ir holatlarida, aynan shu og'ir kasalliklarga olib kelmasligi uchun nimalarga oldindan e'tibor berish kerak degan savol ko'tarilgan. Shunga bir oydinlik kiritib o'tmoqchiman. Shoh parda kasalliklarini faqat juda og'ir holatlardagina shoh parda ko'chirib o'tkazish amaliyoti o'tkaziladi. Mana shu og'ir holatlarga qaysi kasalliklar va holatlar olib keladi? Shularni hozir sanab o'tamiz. Birinchisi, shoh pardani keratokonus kasalligi. Keratokonus kasalligi shunaqa kasallikki, unda tug'ma shoh pardani o'zini biriktiruvchi to'qimasi nimjon bo'ladi. Shuni hisobiga ko'z ichki bosimi natijasida shoh pardani ma'lum qismi o'sha yupqalashgan nimjon qismidan yupqalash kuzatiladi va u bo'rtib chiqadi. Ya'ni shoh parda o'sha joydan yupqalashib boraveradi. Bu albatta ko'zni ko'rishini pasaytiradi. Oxirgi paytda shunaqa holatlarga guvoh bo'lyapmizki, aynan oxirgi bosqichlarda keratokonusning 4-darajali bosqichlarida bemorlar murojaat qilyapti. Vaholanki undan oldin ham bu kasallikni aniqlasa bo'ladi. Bolachalarda ko'rish xiraligi bo'ladi, ya'ni minus astigmatizm holatlari kuzatiladi va ular ochki bilan korreksiya bo'lmaydi, ya'ni ochki ham ko'zga tushmay qoladi. Ba'zi ota-onalar shunga ham e'tibor bermasdan o'zi o'tib ketsa kerak, katta bo'lganda lazer korreksiya qildiramiz, keyinchalik buni to'g'irlatib yuboramiz degan ma'noda ozgina loqayd bo'lib, beparvo bo'lib bu holatni kuchaytirib yuborishadi va u albatta shoh parda juda yupqalashib qoladi, 300 mikrondan kamayib qoladi. Bunaqa holatda o'zi nafaqat lazerning korreksiya, baribir balki hech qanday shoh pardani qalinligini oshiradigan muolajalari ham bunga yordam bera olmaydi. Mana shu holat albatta keyin keratoplastika operatsiyasiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar, mana shu bolangiz agar sizga ko'zim yaxshi ko'rmayapti yoki uni o'qituvchisi o'sha bolangiz doskani yaxshi ko'ra olmayapti degan holatlarda uni kechiktirmasdan albatta vrachga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi holat bu shoh pardani travmalari va kuyishlari. Endi bu jarohatlardan masalan qurilishda ishlaydigan nimalarni ko'ramiz. Ustalarda o'sha ayniqsa biron narsani devorga mix urayotganda yoki bo'lmasam bolgarkada ishlayotganda, ximik zavodlarda ishlaydigan yoki farmatsevtik kompaniyalar, zavodlarda, fabrikalarda ishlaydiganlar har xil rastvorlar bilan ishlaganda o'sha ko'zga sachrash holatlari bo'lsa, birinchi navbatda uni yuvib tashlash kerak va nima bo'lishidan qat'iy nazar ko'zga har qanday suyuqlik sachrashi yoki qandaydir travma, mexanik jarohat bo'lgan paytda albatta birinchi navbatda tez orada ko'z vrachiga murojaat qilish kerak va shuni davolashni erta boshlash kerak. Qiyin holatlarda u ham bitishi qiyin bo'ladi yoki ajok, kimyoviy kuyish holatlari keyinchalik shoh pardani tomirli belmosiga, dog'iga olib keladi. Bu albatta keyin keratoplastikaga sabab bo'lishi mumkin. Jarohatlar albatta jarohatlarni birlamchi ishlov berish yoki ilk daqiqalarda, ilk soatlarda davolash albatta keyinchalik kechiktirilgan holatlarga nisbatan juda yaxshi samara beradi. Buni esda tutishni unutmaslik kerak bo'ladi. Keyin uchinchi holatlardan bittasi bu shoh pardani har xil turli yallig'lanish kasalliklari, ya'ni virusli yallig'lanish bo'lishi mumkin yoki bakterialniy yallig'lanish bo'lishi mumkin yoki sodda jonivorlar tufayli yallig'lanish bo'lishi mumkin. Bular nimadan kelib chiqadi? Bu albatta bu kasalliklar o'sha gigiyenaga rioya qilmaslikdan kelib chiqadi va organizmning immuniteti pastligidan kelib chiqadi. Agar har xil shamollash o'tkazgandan keyin albatta virusning keratitlar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa gerpetis keratit. Bu kasalliklar aynan shoh pardada o'tib ketgan holatlarda chuqur dog' qoldiradi va bu albatta keratoplastikaga keyinchalik olib borishi mumkin. Har qanday shoh parda kasalliklari bu birinchi belgilari ko'zni qizarishi, yoshlanishi, ko'zni ocha olmaslik, quyoshga qara olmaslik, ko'rishni xiralashishi, bundan tashqari qadalish hissi bilan birga kechadigan holatlar bo'ladi. Mana shu holatlar yuzaga kelgan paytda albatta tezda vrachga murojaat qilish kerak. O'zi bilmagan holda dorilarni tomizish yoki o'z holicha o'tib ketadi degan bir noto'g'ri xayol bilan bu kasallikni og'irlashtirib olish mumkin emas. Ayniqsa o'sha so'nggi paytlarda bu ham juda ko'p uchrayapti. Ko'pchilik aholimiz sal ayniqsa periferiyada yashaydigan aholi bunga beparvo qarashadi. O'zi o'tib ketsa kerak deb o'ylayman deb aynan shoh parda yarasi holatida murojaat qilishadi. Bunaqa holatda yoki birinchi navbatda ko'zni saqlab qolish uchun harakat qilinadi-da yoki o'sha davolash maqsadida keratoplastika amaliyotiga majbur bo'linadi.
Bu holatlarga oldini olish uchun albatta o'z vaqtida tezda qandaydir shikoyat paydo bo'lishidan qat'iy nazar yuqorida sanab o'tilgan ko'z vrachiga murojaat qilishni tavsiya qilgan bo'lar edik. 4-holat bu shoh pardaning tug'ma kasalliklari. Tug'ma degeneratsiyalar deymiz, juda ko'p unaqa rivojlanishda nuqsoni bo'lgan, shoh parda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan holatlar kuzatiladi. Bunga olib keladigan eng asosiy sabab bu albatta yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh va homila rivojlanish paytidagi turli yallig'lanish kasalliklarini o'tkazishi shu shoh pardada qandaydir nuqsonlar bilan tug'ilishiga sabab bo'ladi. Shoh parda dog'lari bilan tug'ilishiga sabab bo'ladi. Buni oldini olish uchun albatta ona yurish turishiga, yeb ichadigan mahsulotlariga e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa birinchi 3 oyligida har qanday shamollashdan ehtiyot qilishi tavsiya etiladi. Mana shu holatlarga agar ko'proq chuqurroq e'tibor berilsa va o'z vaqtida vrachga murojaat qilinsa, mana bunaqa katta operatsiyalarga muhtojlik yuzaga keltiradigan shoh pardani kasalliklari yuzaga kelmaydi. Rahmat, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.